Senga nima qizig'i bor? Bu nima deganingiz? Ichkarida Dilshod o'lim bilan olishib yotibdi. Seni esa ering bor. Shunga senga qizig'i yo'q deyapman. Jon talashib yotgan bo'lsa, men aybdormanmi? Ha? O'rtamizdagi munosabatning buzilishiga uni o'zi aybdor. Rostdan ham menga qizig'i yo'q ekan. To'xta. Sen bilan munosabatda nimaga buzilganini bilasanmi? U kasal bo'lgan. O'ladigan kasal bo'lgani uchun sen bilan ham, men bilan ham munosabatlarni buzib chet elga ketmoqchi bo'lgan. Men uni vaqtida bilib olib qoldim. Bor haqiqat shu. O'ladigan kasal Har soatda o'limini kutib yotibdi u. Eng alam qiladiganim men hech narsa qila olmayapman. Tushunyapsanmi? Hech narsa qila olmayapman. Doktor. Do'stimning ahvoli yaxshimi? O'ziga keldimi? Ahvoli yaxshi. Lekin bemorga hayajonlanish mumkin emas. Ehtiyot bo'lasizlar. Xo'p. Men oldilariga Yo'q. Kirma. Eshitmadingmi? Hayajonlanish mumkin emas. Biror kor hol bo'lishini xohlamayman.